Tut, to'g'ri tut. Nima tashlading? Nima tashlading? To'xta. Больше денег надо. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi va uning tumandagi bo'limlari tomonidan davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda giyohvandlik vositalarining tarqalishiga chek qo'yilmoqda. Xususan, poytaxtning Yangihayot tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 276 va 168 moddalari bilan sudlangan Fazliddin ismli shaxs qo'lga olindi. Uning yonidan giyohvandlik vositalari topilib, daliliy ashyo sifatida olindi. Tezkor vakillar tomonidan mazkur giyohvandlik vositalarining manbasini aniqlashga qaratilgan tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazildi. Natijada muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 276 va 168 moddalari bilan sudlangan Konstantin va O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97, 109, 166, 276 va 273 moddalar bilan sudlangan Vasiliy ismli shaxslar ham qo'lga olindi. Ularning yonidan ham giyohvandlik vositalari topilib, xolislar ishtirokida daliliy ashyo sifatida olindi. Tezkor tadbir davom ettirilib, Vasiliy ismli shaxsning Sergeli tumanidagi yashash xonadoni ham xolislar bilan ko'zdan kechirilganda 45 dona qadoqlangan, sotish uchun tayyorlab qo'yilgan giyohvandlik moddalari va 3 dona salafan paketda yana boshqa giyohvandlik vositalari va 2 dona elektron tarozi topilgan. Shundan so'ng tezkor tadbir yana davom ettirildi. Vasiliy ismli shaxsning turmush o'rtog'i muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 169, 276 moddalar bilan sudlangan Kristina ismli fuqaro ham qo'lga olinib, uning Sergeli tumanidagi yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda 602 gram giyohvandlik moddalari topilgan. Vasiliy ismli shaxs bilan o'tkazilgan surishtiruvlar davomida mazkur shaxs tomonidan ko'p qavatli uyning tom qismiga keyinchalik sotish maqsadida yashirilgan 1 kilogramm 50 gram giyohvandlik vositalari topilib, xolislar ishtirokida daliliy ashyo sifatida olindi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida umumiy hisobda bahosi 2 milliard 598 million so'mga teng bo'lgan 1 kilogramm 777 gram giyohvandlik vositalari olinib, 5900 dan ortiq fuqarolarning zaharlanishi oldi olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 273 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati tomonidan bu kabi tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilmoqda.